Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Algoritm bo'yicha darslarni boshlaymiz. Bu darslar dasturchilar uchun, o'qituvchi, talaba, umuman IT sohasiga aloqasi yo'q bo'lganlar uchun ham barcha kasb egalari uchun kerak, chunki mantiqiy fikrlashni o'rgatadi, tushunarli? Barchaga ko'rishni tavsiya qilaman. Darslarni boshladik. Demak, bugundan boshlab algoritm darslarini sodda, noldan, hech qanaqa matematik bilimi yo'q bo'lganlar, dasturlashni bilmaganlar ham, demak, o'rganib boshlashi mumkin. Algoritm bu oddiy narsa, tushunarli? Oddiy, shunaqa qabul qiling. Yana ham juda oddiy aytsak, algoritm bu biror bir ishni bajarish uchun ketma-ket qadamlar hisoblanadi. Masalan, ertalab uyg'ondingiz, universitetga yoki ishga borishingiz kerak. Nima qilasiz? Avval uyg'onasiz, keyin yuz qo'lingizni yuvasiz, keyin kiyinib olasiz, keyin nonushta qilasiz, keyin tashqariga chiqasiz. Mana shu ham algoritm. Oddiy ekanmi? Chunki bu yerda tartib bor, qadamlar bor, ketma-ketlik bor. Mana shu algoritm bo'ladi. Demak, algoritm degani muammoni yoki vazifani tartib bilan bajarish rejasi hisoblanadi. Endi buni yana ham sodda qilamiz. Tasavvur qiling, men sizga aytsam, borib choy damlab kel. Siz buni tushunasiz, chunki siz odamsiz, tajribangiz bor, hayot ko'rgansiz. Choy damlab kel desangiz, u masalan, hamma yosh bola ham damlab keladi-da. Masalan, endi buni kompyuterga aytsak nima bo'ladi? Choy damlab kel desak, u hech narsani tushunmaydi, chunki kompyuterga hamma narsani aniq va qadam-ba-qadam aytish kerak. Masalan, choynakni ol, ichiga suv quy, gazni yoq, suvni qaynat, choyni sol, qaynoq suvni quy, biroz kut, keyin tayyor, masalan. Endi bo'ldi. Kompyuterga shunaqa aniq ko'rsatma kerak. Demak, algoritmning birinchi siri shu. Kompyuter taxmin qilmaydi, eslab qoling. Kompyuter taxmin qilmaydi. Kompyuter o'ylab topmaydi. Kompyuterga qadamlarni aniq berish kerak. Endi keling, kichkina amaliy misol qilamiz. Faraz qiling, bizda 3 ta son bor. Masalan, 5. 5 9 keyin 3 masalan, to'g'rimi? Eng kattasi qaysi desam, siz darrov 9 deysiz. Shu ham misolmi deysiz-da, masalan 9. Lekin bu qanaqa keldi? Masalan, shuni yosh bola, hali endi tili chiqqan bolaga aytsangiz, tushunadimi? Tushunmaydi. Chunki sizda bilim bor, ma'lumot bor va uni siz ichingizda solishtirdingiz. Ana shu ma'lumotlarga, datalarga asosan, tushunarli? Masalan, birinchi o'zi miya qanaqa bo'ladi? Siz birdan xayolingizga kelsa ham o'zi miya qanaqa bajargan bo'ladi? Birinchi mana 5 ni oladi. Tushunarli? 5 ni oladi. Hozircha eng katta son 5 ni hisoblaydi. 5 deb turadi. Keyin 9 ni oladi. Tushunarli? 9 ni oladi. Demak, eng katta son 9 deydi. Keyin 5 ni oladi. 3 ni. Demak, yo'q, 3 kichkina deydi. Demak, 9 to'g'ri javob deydi. Tushunarli? Va 9 to'g'ri javob. Mana shu algoritm fikrlash bo'ladi, tushunarli? Tartib bilan sizni miyangiz o'zi aslida olib keldi. Bu yerda hech qanaqa kod yozmadik, faqat qadamlar bilan o'yladik, tushunarli? Va bu juda muhim hisoblanadi, chunki dasturlashning o'zi ham avval fikrlashdan boshlanadi. Kod keyin keladi. Ko'p boshlovchilar bir xato qiladi, ular darrov kodga yopishadi. Masalan, if, for, while, array degan joyga kelib adashadi, harakat qiladi, lekin ko'pchilik tashab ketadi. Mana shuning uchun bu darslar juda muhim. Hamma ko'rishi shart. Xohlagan kasb egalari. Shuning uchun bu kursda boshida shoshilmaymiz, mana sekin o'rganib ketamiz. Avval algoritmik fikrlashni hosil qilamiz, keyin qolganlari sekin osonlashib ketadi. Keyin yana bu misollarni davom ettirish mumkin. Masalan, bozorga borsangiz, kartoshka bir joyda 3000, bir joyda 4000, siz solishtirasiz sifatga, narxiga va iloji bo'lsa eng arzonini olishga harakat qilasiz. Demak, bu ham ketma-ketlik algoritmik fikrlash hisoblanadi. Algoritm faqat kompyuter ichida emas, demak, u hayotda ham mavjud ekan. Ovqat qilasizmi, dars tayyorlaysizmi, telefonni zaryadga qo'yasizmi? Demak, birinchi miya, demak, algoritmik fikrlashni o'tkazadi. O'sha Alloh shuning uchun insonni shunaqa mukammal yaratgan. Alhamdulillah, shuning uchun algoritmni tushunib olgan odam faqat dasturlashni emas, tartibli fikrlashni, mantiqiy fikrlashni ham o'rganadi. Algoritmda eslab qolamiz, 3 ta narsa bo'ladi. Birinchisi boshlanish, ya'ni nimadan boshlaymiz? Ikkinchisi qadamlar. Uchinchisi natija. Demak, qadamlarda nimani ketma-ket qilamiz, natijalarda, ya'ni oxirida nima chiqadi, nima yechim chiqadi. Masalan, boshlanishda 3 ta sonni oldik, ularni solishtirdik va 9 da natija qilib oldik. Miyani o'zi, demak, fikrlab bizga natijani chiqarib berdi. Endi masalan, o'zingiz uyga vazifa, uyqudan turib telefonni quvvatlash algoritmini izohlarda yozishingiz mumkin yoki choy damlashni. Tushunarli? Algoritm, demak, xulosa, bu muammoni yechish uchun aniq va tartibli qadamlar. Dasturchi avval kod yozmaydi, avval qanday yechishni o'ylaydi. Biz ham shu yo'ldan ketamiz.
Demak, kim shu darsni tushungan bo'lsa, algoritmni birinchi qadamni to'g'ri yo'lga qo'ydi. Keyingi darsda biz kompyuter nega aniq buyruq talab qilishini va noto'g'ri buyruq berilsa nima bo'lishini juda sodda misollar bilan ko'ramiz. Shu kursni boshidan oxirigacha birga o'rganamiz. Inshaalloh ilm olishdan to'xtamang. Barchaga katta rahmat. Salomat bo'ling.